Hürmetli vatandaş, bugün bu leksiyemizde muhakemesiyle bilen birlikte hazır oturgu çıkan yeni bir siyasi hukum Yeni Jungo Federasyası. Bu federatsiya qandaq federatsiya? Biz endi hazır yeni meselege duch keldik. Belki hazırgacha hammamiz qaymaqop kelgan edik. Nishon nima, oxir kelgisi qandaq bo'ladi? Bu to'g'rida tag'isizlarga leksiya so'zlamadik. Masalan, bu yerda oldi bilan chistan aytib o'tay. Bugun 2020-yil 6-oyning 5-kuni hafta gujuvi. Sababi biz hozirgacha kishilik huquq faoliyati, Amerikaning Uyg'urlar masalasiga, Tibet masalasiga ko'ngil bilishi degandek masalalar bo'yicha cho'rdab shu atrofda faoliyat qildik. Jungoning istiqboli nima? Bugun kurash, vaziyat xalqaro kurash, xalqaro ziddiyat, xalqaro elishish, jiddiylashish mushu chakka yetganda, avval biz so'zni boshlaylik. Jungoning istiqboli nima? Kompartiya hukmronligidagi Jungoning istiqboli qanday bo'ladi? Masalan, birinchidan alaylik. Kompartiya og'dirlamdi yo'q. Yoki kompartiya xalqaro besim orqali tinch yo'l bilan o'zgarishga kiramdi yo'q. Xalqaro jamiyatning talablarini qabul qilamdi yo'q. Undaqda kompartiya bir taraf bir son sifatida vaqti kimlar bilan o'zi suhbat o'tkazishi kerak. Masalan, qaysi bir tashkilot, qaysi bir partiya degandek. Lekin mushundaq ahvol ostida chet elda Jungo uchun qurilgan atalmış Xitoy demokratlarining atalmış bir partiyasi, bir qo'lga chiqadigan tashkilotimi yo'q. Jungo Kompartiyasi og'dirildi deylik, vaqtida bu bo'shliqni kim to'ldirdi? Qaysi partiya to'ldirdi? Yoki Tayvanda möküp yotgan Kuomintang partiyasi cho'nquruqlikka chiqamdi. Kuomintang partiyasining hozir Jungoning ichida ham, Tayvanda ham hech qanday o'rni qolmadi. Chunki uning inovati tugashdi. Hazır Tayvanda bo'layotgan Kuomintang to'g'risida gap so'zlarga diqqat qilsanglar bo'ladi vatandoshlar. Kaohsiung shahriga saylangan Han Kuo-yu hozir bu vazifa oltamay turib Tayvan xalqi buni vazifadan elib tashlab etishga necha qatim taraddud qildi. Hozir u kishining kuni naydi eg'ir kunda. Demak, u kishining eg'ir holati Kuomintang partiyasining Tayvandagi eg'ir holatidir. Gapimiz qaytib kelaylik. Shundaqda Kuomintang bu holda bo'lsa, hozir tayyor turgan partiya Tayvan Demokratiya Taraqqiyot partiyasi, Tsai Ing-wen xonimning partiyasi cho'nquruqlik chiqamdi. Uningda undaqda Tsai Ing-wen xonimning siyosiy programmasi nima? Jungo bilan Tayvanni birlik keltirishmi yoki Jungoni ayrim, Tayvanni ayrim ikki davlat qarashmi? Ikki davlat deb qarashmi, atashmi? Agar ikki davlat deb qaraydigan, ataydigan bo'lsa, u vaqtida Tayvan Demokratiya Taraqqiyot partiyasining hozirgi kunda agar Jungoda Kompartiya og'dirilsa, uning o'rniga kelib o'ltirishga salohiyat toshmaydi. Çünkü o birlikten voz kechgan, belki bu partiya Tayvanning mustaqilligini qo'llaydigan, himoya qiladigan partiyadir. Undaqda Jungoning ichki qismida darhol bir partiya harakatga kelib siyosiy programma e'lon qila oladi. Jungoda shundaq bir nopozli kishi bormi yo'qmi? Mabodo tuyuqsizda Jungo hokimiyatida o'zgarish yo'ldigan Jungo Kompartiyasi og'dirildigan bo'lsa, vaqtida hokimiyat beshig'i zodi kim kelishi kerak? Jungo armiyasini tarixdan tartib bilib turasizlar vatandoshlar. Shanxay inqilobi davridimi, Melivanshkay davridimi? Bular millatarislari. Qisqasi 14 nafar millatarist, shuning ichida Jiang Zemin Mao Zedong bir millatarist, keyin u xalqaro Kominternning qo'llashiga, Stalinning qo'llashiga erishib bir partiya holatiga kelgan millatarist. Agar Kompartiya Jungoda og'dirilsa, mushundaq millataristlar yani o'ttirg'i chiqamdi. Ishki jihati elishib turamdi. Sizlar shuni diqqat qilinglarki, vatandoshlar, Tinchlik elchisi korpusi bu yıl 1-oyning 18-kuni Jungoda yenib chiqdi. Esinglarda bor vatandoshlar, biz bu to'g'ri leksiya so'zildik. Bular g'oyat zo'r qo'shinga ega edi. U pulni ular o'zlari hal qiladi i'oni shaklida. Lekin bu qo'shin mushundaq o'zgarish davrida turayotgan, o'zgarish davri kirdigan bir davlat uchun bo'lsa, bu Tinchlik elchisi korpusi qo'shinlari. Tinchlik elchisi korpusi, Tinchlik qo'shinlari nayti
mühim rol oynat. Nima uchun Jungodan chekinib chiqdi? Meni hozirgacha kallamdan o'tmaydi. Mesela aynı vaqt Rossiya sobiq Sovetlar yemirilish davri kirgandan bular Rossiyadan faoliyat qildimi, qilmadimi? Bundan taz mening ochiq xabarim yo'q. Biroq Rossiyaning ichki qismida G'arbning kuchlari, bunda aytganda, mandaq aytgan vaqtda ma'naviy kuchlar, yumshoq kuchlar harakat qilib Rossiyani ichki urushga kirishdan saqlab qoldi. Ikkinchi qatimda aytsak, eng muhimi Rossiya Yevropa millati. Yevropa millatining madaniyati har qanday chog'da uning balki Rossiyaning vahshiyligin badayliq, uning qahri va zahrin badayliq, lekin Yevropa madaniyati eng oxirgi hisobda rol o'ynaydi vatandoshlar. Shundaq rol o'ynash bilan sobiq prezident Yelitsin Rossiyani qutuldirib qoldi ichki urushdan. Endi kelayli Jungoda bunday ish yo'q. Jungo Osiyolik davlat. Onun madaniyat qurilmasini 70 yildan beri, masalan Jungoning madaniyat qurilmasini 70 yildan beri Jungo kompartiyasi vayroni qilyapti. Axloq qurilmasini vayroni qilyapti. Odamlarning iddiasini yog'ochning, to'mirning, o'tinning yana bir nimadan yoki bunday deganlik, oshunda qatmal bir iddiaga aylantirib qo'ydi. Mushundaq ahvollarda madaniyat inqilobini boshidan kechirgan har bir Uyg'ur o'ylab beqishi kerakki, hukumatsizlik, anarxizm, jamiyat hukumatdan, huquqdan, qurilma tashkilotdan yoki hukumat tashkiliy apparatlardan ayrilganda qanday bo'ladiganligini sizlar madaniyat inqilobida siz biz ko'rib keldik vatandoshlar. Hozir sizni ko'rinayotgan uyultashdek ittifoqlik, bir shoharga bosh qo'ydigan ittifoqlik Jungocha, yoki kommunizmni yoki islohotni himoya qilish Jungocha, yoki partiyaga sodiq bo'lish Jungocha, madaniyat inqilobida hammasi o'zil-kesil tarmar bo'lgan edi. Demak, Arliqda hozir 30 yil o'tdi deylik shu hukumat bilan madaniyat inqilobining oxirlashganiga endilikda boshda aytgandek Jungoda kommunistik partiya ag'dirilsa, bu boshni kim to'ldirdi? Bugun Govingoy o'ttirg'i chiqibdi, uning nopoza qanchalik bir savodi yo'q bir odam ekan. Bir savodsiz 3-sinf, 4-sinf ma'lumoti bor bir odam ekan. Onun roli qanchalik? Mayli Istubaning uni qo'llamasin, mayli Amerikaliklar qo'llasin. Buni qo'llash masalasi ikkinchi bir hukumatning qo'llash masalasi emas. Seni o'z xalqing qo'llamdi yo'q masala mayada. Agar xalqing qo'rqib ketmaganlar bo'lsa, o'z xalqing himoya qiladi, qo'llamadi masalani cho'nmishadi. Shun Govingoy darhol bir tashkilot yoki bir partiya qurib, boshliqni to'ldira olamdi. Masalan, Xov Haydong, hozirgi tan tarbiyachi Xov Haydong Jungoning ichida shunda asosga egama hammani qo'yib turaylik. Jungoning harbiy taraf ichki qismida kimlar bor? Marshallar, generallar Govingoyni qabul qilamdi ya. O'ylab bakın vatandaş Çücacın'ı qabul qilamdi ya. Jungoning generallari, marshalları Xov Haydongni qabul qilamdi ya. Agar bu generallar kompartiyadan bezor bo'lgan bo'lsa, balki armiyani ittifoqini muqimlashtirib, bir o'zgarayotgan jamiyatga, bir o'zgarayotgan partiya yoki bir o'zgarayotgan jamiyat siyosiy tuzumni o'rnata olsa, bular haqiqiy vatanparvar kishilar bo'la oladi. Agar Kuomintang davridagidek, Xinhai inqilobi davridagidek har birisi o'z oldiga dasqan tortib, har birisi o'zining o'chiqig'i o't tutashtirib, chirig'ini yondirib, militarizm yo'liga mangdigan bo'lsa, Jungoning ishga ishmi qalaymi qolishida. Mushundoq vaziyatda Tibetning o'rni qayerda bo'lish kerak? Uyg'urning o'rni qayerda bo'lish kerak? Hong Kongning o'rni qayerda bo'lish kerak? Hozir ma'vo birlik siyamiz, muhokamlik siyamiz oxirlashdi. Ikkinchisini yana boshlaymiz vatandoshlar.